Assalomu alaykum do'stlar. Bugundan boshlab sizlarga Clash of Clans o'yini haqida biroz ma'lumot berib boraman va bazalar, o'yin strategiyasi haqida o'zimni maslahatlarimni berib borishga yaqinda harakat qilaman. Yaqinda ochgan bazam 3-ratusha 3-o'rinda turibdi. Lekin atrofdagi barcha narsani ko'tarib bo'ldim. Iloji boricha o'yin paytida o'rinni ko'tarishdan oldin atrofdagi narsalarni ko'tarsanglar shunchalik mana oson bo'ladi. Qachon 4-o'ringa o'tsam, keyin ko'tarib olaman. Shunaqa. Bo'lmasa sizlarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, hali zonamizda 10-11-o'ringacha yetib sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. O'yin strategiyasi, hujumlar va boshqalar haqida. Bu bizning klanimiz. Bo'lmasa shunday qilib videorolikimizni yakunlaymiz.